U turmush qurishni istamas edi bir paytlar, lekin hozir unashtirildi. Bir paytlar yashashdan umidingiz uzilgan, turmush haqida o'ylashni ham istamagan edingiz. Bugun esa turmush qurish arafasidasiz. Mana shu o'zgarish o'zi qayerdan boshlandi? Bu o'zgarish birinchi bo'lib baxtli nikoh kursidan boshlandi. Bir kun Instagram orqali reels ko'rib qoldim. Shu reelsda mani og'riqlarimga xuddi mani ko'rib turgandek mani og'riqlarimga og'riq berdingiz. Ana o'shanda men sizga yozildim va vebinaringizda qatnashdim, 3 kunlik vebinaringizda. Asli qatnashishim sababi oxirgi prosta eshitib turdim. Oxirgi gapingiz bo'ldi bu: agar mendan bironta natija olmasangiz, pulingizni qaytarib beraman. Ha, pulimni qaytarib berar ekan. Bu ishonchli deb kirganman. Turmush qurish uchun kelgan edim, lekin aslida men o'zimni topganimdan xursandman bu kursda. Buni orqasidan esa mana mart oyining oxirida to'yim. Tabriklaymiz. Rahmat. Kelinlik libosini kiyish arafasidasiz. Xo'p, bugun biz aynan shu yo'lni boshidan oxirigacha ochib beramiz. Keling, ozgina tanishtirib o'tamiz. Ismingiz, yoshingiz va hozirgi holatingizni bitta gap bilan aytganda qanday ta'riflab bera olasiz? Ismim Sayyora, yoshim 36 da. Oldingi holatim bu men imkoniyatim cheklanganligi va bundan uyalishim edi. Hozirgi holatim esa men o'zimdan faxrlanaman va turmush qurish arafasidaman. Men lekin turmush qurish umididan voz kechgan edim. Xo'p. Lekin bu nuqtaga kelishingiz oson bo'lmadi, to'g'rimi? Keling, shular haqida boshlaymiz. Ya'ni aynan shu nuqtaga kelishingizdan oldin balki maskalada kuchli, aqlli, karyera qilgan, yoshingiz ham 36 da, demak nimadir natijalarga erishgan edingiz. Lekin aslida esa sizni ichki holatingiz, oldin kelgan vaqtingizda ichingizda aynan qanday qo'rquvlar bor edi? Ichki qo'rquvlarim bu har doim birinchi ichki qo'rquvim aslimni ko'rsata olmaslik bo'lgan. Chunki agar men aslimni ko'rsatsam, kuchsizligimni ko'rsatsam, odamlar meni ustimdan kuladi va ustimdan bosib o'tib ketishadi degan xayolda bo'lganman. O'shaning uchun men doim karyeristka, mayli shaxsiy hayotim o'xshamasa ham, ishim o'xshasin, ishimda barqaror bo'ling, kuchli ayol bo'ling, kuchli bo'ling, hamma narsa qo'limdan kelsin va hamma narsa va hamma meni tan olsin. Tan olsin deb qilganman bu ishlarni. Albatta buni o'qiganimdan keyin bilganman, bu qanaqa hislarga olib kelganini, qanaqa meni ruhiy azoblaganini o'zimdan boshqa hech kim bilmaydi. Lekin shu kursda o'qib, men bu ruhiy kechirmalarning hammasiga yechim topdim. Va bu yoqqa kelishimdan oldingi birinchi his bu meni уже umidsizlik, o'lim bo'lgan. Demak, sizni eng katta qo'rquvingiz bu o'z hayotingizni tugatish, ya'ni o'lim hissiyoti bo'lgan. Yana qanday qo'rquvlaringiz bo'lgan? Meni hech kim bu holatimda qabul qilmaydi, sevib qolmaydi va turmushga chiqa olmayman. Men farzandli bo'la olmayman. Bunaqa imkoniyati cheklangan insonlar hech kimga kerak emas. Biz faqat shu o'zimizni bir kunimizni ko'rsak bo'ldi, hech kimga xalaqit bermasak bo'ldi degan o'y xayolida bo'lganman. Shunday bo'lsa-da, lekin hayotingizda bir erkak bilan munosabatlaringiz bo'lganmi va ular qanday yakun topgan? Bo'lgan, bu ham juda azobli bo'lgan, og'riqli bo'lgan. Bu juda eslasam haligacha o'zimni tutib tura olmayman. U inson meni juda ham yaxshi ko'rgan. Senga uylanaman deganida
ota-onasi tomonidan o'g'limga "Men bunaqa qizni ravo ko'rmayman" degan menga qattiq urg'u bo'lgan. Ana o'sha kundan, o'sha daqiqadan boshlab men turmushga chiqish umididan voz kechganman. Ichingizda qanday hissiyotlar o'tgan? Yo'qolib ketish hissiyoti o'tgan. Yo'q bo'lib ketish xohlaganman. Men bu dunyoga loyiq emasman. Men nimaga keldim o'zi? Mani nima uchun keldim? Nima qilib yashayapman degan his-tuyg'u kelgan. Bu axir ayol dunyoga kelganda oilali bo'lish, farzandli bo'lish, ayollik baxtini ko'rish, suyukli yor bo'lish, suyukli ona bo'lish-ku. Men nimaga dunyoga keldim degan orzular juda ham ko'tarilib ketgan. Shu eng og'riqli nuqtam shu bo'lgan. Va eng ko'p qiynagan travmangiz qaysi bo'lgan edi? Aynan munosabatlar temasi bo'yicha. Munosabatlardami? Erkak kishini tushunmaslik. Erkaklarni tushunmasdingiz. Uni his qilmaslik. Uni his qilmasdingiz. Men borim beryapman-ku. Nimaga menga ular tomonidan men kutgan postupkalar bo'lmayapti. Nimaga? Demak, siz munosabat qurishni xohlayotgan erkagingiz sizni kutuvlaringizga yarasha e'tibor bermagan. Va bu sizning eng og'riqli travmangiz bo'lgan. Qachon endi bo'ldi, men turmush qurmayman degan nuqtaga kelgansiz? Mana shu meni ota-onasi qabul qilmayman deganda shu nuqtam bo'lgan. Bo'ldi. Men hamma ota-onalar farzandiga mendek qizni ravo ko'rmas ekan degan nuqta bo'lgan. Shu paytda mana hayotdan, hayotingizdan nima kutmay qo'ydingiz o'sha? Nimani kutmay qo'ydingiz? Mo'jizalarni kutmay qo'ydim. Oq libos, turmush qurmaslik, yana nimani kutmay qo'ydingiz? Oila, farzand. Men uchun yopilgan eshik bo'ldi. Narsalar men hayotimda bo'lmaydi deb o'yladim. Kerak emas menga o'sha. Odamlar bor, farzandsiz o'tib ketgan, odamlar bor, turmush qurmasdan o'tib ketgan. Men xuddi men ham shu o'tib ketar ekanman deganman. Shu qarorga kelgansiz. O'zingizni boshqa qizlar bilan ham solishtirib turgan paytlaringiz bo'lganmi? Bu hamma qizlarning o'rtasida bo'ladigan situatsiya-ku, hamma o'rtoqlar turmushga chiqishi boshlangan bu ham. O'zimizni tutib turishga, sabrli bo'lishga, samundan ham yaxshisiga loyiqsan deb boshlangan. Lekin ularning soni kamaygandan keyin men ichimda og'riq paydo bo'lgan. Qizlar turmushga chiqib ketyapti, ko'rvasiz, 18 yoshdan boshlab hozir mana ko'pchilik qizlar ham oila, ham karyera qiladi, ham qaynasini eplaydi. Lekin sizda уже bitta ular kamaygan sari ichingizda yolg'izlik hissi boshlandi. Og'riqlar boshlandi. Qanaqa og'riqlar boshlandi mana? To'ylarga bormay qo'ydingizmi, gaplashmay qo'ydingizmi, nimalar bo'ldi? O'rtoqlarim bilan aloqani uzishni boshladim. Oila to'g'risida gapiriladigan, turmush o'rtog'i to'g'risida, farzandi to'g'risida gapiriladigan umuman yig'ilishlarga kirmay qo'ydim. Demak, oila haqida gapiriladigan даже ma'lumotli fikrlar ham sizni g'ashingizga tegishni boshladi. Men nafrat sezishni boshladim. Nimaga ularda bor, menda yo'q. Keyin zavist, ya'ni ko'rolmaslik hissi menda uyg'onayotganini sezgan. Undan keyin shu narsa menda kuchaymasin deb shu davralardan ketishni boshladim. Va bora oila a'zolarimdan tashqari o'rtoqlarim bilan ko'rishmay qo'ydim. Ko'rishmay qo'ydingiz. Chunki xuddiki siz oilasisiz va alohidalanib qolyapsiz ulardan. Chunki ular hammasi qaynona, qaynota, farzand gaplashishardi, ma'lumotli bo'lishardi. Voy bolam undoq bo'ldi. Lekin men bilan gaplashishga mavzu yo'q. Xuddi bir chekkada o'rtada o'tirsam ham, xuddi bir chekkada qolib ketayotgandek his qilardim-da o'zim. O'shaning uchun ko'rinmasdim.
keyin bu karyeramga ko'chishni boshladi. Shuncha mehnat qilsam ham, shuncha o'zimni ko'rsatib ishlasam ham, lekin meni hech kim ko'rmasdi. Buni ham kursga kelganda anglashni boshladim. Chunki men mehnat qilyapman, men o'zimni ko'rsatyapman, bilim olyapman, ilm olyapman. Lekin taqdirlashga kelganda, mukofotlashga kelganda meni talentimni, meni hunarimni hech kim ko'rmay qo'ydi. Ya'ni jamiyat ham o'sha meni ko'rmayapti-da, ko'chada odamlar ham meni ko'rmaslikni boshlashdi. E'tibordan chetda qolishni boshladi. Qarang, aynan shu paytda o'zingizga dalda berish uchun bilasizmi, xalqda miflar bor. Sabr qilgan qiz o'rnini topadi. Bir kun sabr qilsang, hammasi bo'ladi. So'rasang, Allohdan faqatgina so'ragin, u beradi. Bir kun o'sha qari qiz bo'lsang ham-da, bir kun sani baxting ochiladi. Yoki qanaqadir aytadi-ku, borib balki baxt yo'llaring yopiqdir, rizq sovuq qildirgin, yo'llaringni ochirganda kimdir. Shunaqa holatlar bo'lganmi o'tachingizdan qanaqadir уже? Buni atrofimdagilar ham hamma ta'kidlash boshlardi. Mana anaqa unga bordim, bunga bordim, foydasi bo'ldi, uni qildim, buni qildim. Sanam qilib ko'r deb menga rosa takliflar tushgan. Конечно, bu ishni ham qilib ko'rganman, lekin baribir foydasi yo'q. Chunki odam o'zida xohish bo'lmasa, chunki menda xohish o'lgan edi-da. O'zimni xohishlarim bo'lmaganidan keyin bular menga yordam bermayotganini sezdim. Yordam bermasligi. Sabr qilsangiz faqatgina umr yo'qotishingizni. Qancha sabr qilib kutganim sari atrofimda insonlar kamayishni boshladi. Erkaklar masalasida vashi gapirmasa ham bo'ladi. Ular meni voz kechib yuborishgan deb o'yladim. Hamma aytadi, chiroylisan, go'zalsan, nimaga senga hech kim turmush qurishga taklif bermayapti degan sari ham bu gumonlar kuchayishni boshladi demanda. Nimaga meni atrofimda hech kim yo'q? Nimaga menga taklif yo'q turmush qurishga taklif bo'lsa ham ikkinchilikka yoki kim oyisiga yoqmayman, xolasiga yoqmayman, tog'asiga yoqmayman. Ikkinchilikka qarang. O'zingizdagi qaysi kamchilik sabab sizni tanlashmaydi deb o'ylagansiz erkaklar? Imkoniyatim cheklanganligi uchun. Shu uchun. Shu uchun. Menda katta bunga misollar bo'lgan, sabablar bo'lgani uchun men shunaqa deb o'ylaganman. Lekin bir kun salonga borganman, go'zallik saloniga borganman. O'sha yerda bitta qiz manikyur qilib o'tirganda, o'sha qiz aytgan. Lekin u qizni ikkita oyog'i yo'q edi. Lekin u bitta oilani bekasi, ikkita shirindan shakar o'g'il farzandi bor. O'sha qiz menga ozgina surtki berganda, agar sizni xohishlaringiz, xayollaringiz to'g'ri bo'lsa, siz to'g'ri qarasangiz, to'g'ri ustoz topsangiz, sizda ham shu narsa bo'lgan. Men buni o'zimdan o'tkazganman. Siz yura olasiz-ku, deydi. Men ikkita oyog'im yo'q degan. Lekin menda siz xohlagan oila bor. Bunga sabab men ilm olganim, bilim olganim deb aytgan. Umid chirog'i bo'lgan sizga. Umid chirog'i bo'lgan. Shuni orasida men siz reelsingizni 3 marta отказ qilganman. Menga 3 marta qayta chiqqan. Endi uchinchisi shu bekor kelmayotgan deb o'rtog'im aytganda, oldindan 2 marta qayta chiqdimi? Uchinchisida shuni sinab ko'r, bekorga chiqmaydi bu. Endi ham bir signal. Bu ham bitta signal bo'lganda. Mana hozir siz bitta kamchiligingizni sanab o'tdingiz. Yana qizlarning ichida bo'ladi-ku, mana hali men ideal emasman, balki hali men yetarlicha chiroyli emasman, figuram to'g'ri emas. Yana qanaqa kamchiliklar sabab sizni erkaklar tanlashmaydi deb o'ylardingiz? Men o'zimman qizlar bo'ladi-yu, xohishlarini aytib, xohishlarini oldira oladi, sovg'alarga. Erkak emotsiyasi ochiq qizlar. Aytmasa ham keladi-da ularga. Tushunasizmi? Tabiiy keladi. Ular menga gul olib bering demaydi. Ularni bitta qarashi, ularni bitta namyoki, ularga dasta gullar, shirinliklar, qimmat sovg'alar keladi-da. Men hech ham tushunmasdim shu narsa nimaga menda yo'q deb.
ularga shundoq kelardida shunda. Mana o'sha menga man o'sha sabab ham ular женственный, man ayollikka ochilgan, tam ayollik energiyalari bor, lekin menda yo'q deb o'ylardim-da shu narsani. O'shaning uchun menga kelmasdi bu narsalar deb o'yladim. Lekin shunaqa kelgan qizlarga doim havasim kelgan. Men so'raganman, "Men nima qattiq ho'man, nimaga sizlarga keladi?" deb. Ular aytardi, "Biz so'ramaymiz" debdi. Biz so'ramaymiz. Lekin sizga hech qanaqa sovg'alar yo'q. Men qancha namyoq qilsam ham, hattoki ayol kishilardan ham kelmasdi-da. Mana bo'ladi-ku, kompliment misolida. Kompliment qilishsa ham, вот yana bitta nuqta, men komplimentlarni qabul qila olmasdim. Aha, erkak kishidan. Erkak kishidan ham, ayol kishidan ham. O'quvchilarim, chiroylisiz, вообще chiroylisiz, undan desa. Ana emotsiyam nol edi-da, xijolat qilardim. Demak, siz hali o'zingizni ayolligingizni qabul qilmagan ekansiz-da, hali bu nuqtaga kelmagan ekansiz. Endi qarang, eng og'ir kuningizni esla olasizmi, nima bo'lgan munosabatlarda? Aynan erkak va ayol munosabatlarida, siz munosabatdasiz. Eng og'ir kuningiz nima bo'lgan o'shanda? Kamchiligimni yuzimga solishganda bo'lgan. Erkak tomonidan, siz tomonga bo'lgan qandaydir munosabat, yoki siz balki kutgansiz e'tiborsizlik qandaydir? Mana xafa qilganda shirinliklar bilan, gullar bilan kelishadi-yu. Men hech qachon xafa qilib qo'ysa ham, yer bilan bitta qilib tashsam kelmasdi-da u narsa. Men shunday kechirib yuborardim. Nimaga bu ish qilganman bilmasdim-da. Menda hissiy qaramlik bor edi ularga nisbatan. Erkaklarga bog'lanib qolib, yopishib oladigan hissiyotim borligini sezganman-da keyin. Mani keyin o'qiganimdan keyin bildim, mani shu bilmaganim, ishlanmagan hislarim shularda ham borligini ko'rganman-da. Что men yopishib qolishim erkaklarga. Aha. Erkaklarga yopishib olib, bog'liqlik orqali ular sizni tanlashini kutib o'tirishim. Bu sizni samootsyenkangizga va kayfiyatingizga ta'sir qilgan. Ha, albatta ularni kayfiyati bo'lmasa, обязательно menga ta'sir qilardi-da. Uning kayfiyati bo'lmasa, men ham kayfiyatim bo'lmasdi. Bu ham og'riqli edi. Chunki meni kayfiyatim bo'lmasa, bu meni uydagilarimga ta'sir qilardi-da. Keyin ularga jahl qilib, zahrim sochish boshladim. Keyin u yaxshi bo'lib qolsa, keyin men ham yaxshi bo'lib qolardim. Demak, siz bu og'rig'ingizni bilardingiz, hissiy qaramligingizni, erkaklarga bog'lanib qolishingizni, lekin uni siz oxirigacha yecha olmagandingiz-da, ishlash yo'lini bilmasdingiz. Aynan shu kursga kelganingizdan keyin bu og'riqlardan chiqishni boshladingiz, to'g'rimi? Qachon tushundingiz, o'zingiz buni yecha olmaysiz? Aynan bu og'riqlarni. Kursga kelganimda men даже shunaqa hissiy qaramlik degan narsa borligini bilmaganman. Men hammada shunaqa bo'ladi deb o'ylardim-da. Ayol kishi erkak kishiga pochinatsiya qilish kerak, uni aytgani bo'lish kerak, uni настроенияsiga qarab sen yurishing kerak. U yo'q desa yo'q, desa ha. Bu hammada shunaqa bo'ladi deb o'ylaganman. Hamma ayollar shunaqa deb o'ylaganman. Chunki menga shunaqa tarbiya berishgan. Hammada shunaqa bo'ladi deb o'ylaganman-da. Ammo kursga kelganimdan keyin, qizlarni ko'rib o'qishni boshlaganimdan keyin bu aslida meni orqaga tortayotgan hislarimni nima uchun menga o'sha men xohlagan kutuvlarim, sovg'alarim, gullarim kelmayotgan sababini bildim-da keyin. Sababini kursga kelib bildim. Va bu narsa normal deb o'ylab yurganingiz aslida bu nosog'lom munosabat ekanligini tushunib yetdingiz. Aha. Qanday qilib mana aynan Shohista Usmonovaga duch keldingiz? Shu o'tganimda Instagram orqali shu kursingizda shu birinchi yozildim. Keyin men uncha ko'p narsa kutmadim, chunki juda ham ekspertlar, psixologlar hamma taraflarni bog'lab olishgan shu 2-3 yil tomonidan. Keyin bitta eshitib ko'ring, shunda 3 kun vebinaringiz, lekin o'tirdim qimillamay. Endi eshitdik shuni oxirigacha dedim-da. Keyin oxirida shu to'lagan pulingizni 100% qaytarib beraman degan joyingiz meni ilib oldi-da. Значит, qaytarib berar ekan, foydasi bo'lmasa. Mana o'shandan keyin yozildim. Sekin-sekin shu kursga yozilganimdan keyin boshlandi. Lekin bu ham oson bo'lmadi, o'zingiz bilasiz. Ochilishim ham, darslarni qilishim ham, ishonch berib kelishingiz ham, bu yoqqa kelishim ham, e'tirozlar, ko'chaga chiqishdan qo'rqishlar, bir joyga boraman desam, meni kim olib boradi,
man kim bilan boraman, man даже yordam so'rashni bilmas ekanman dedimda o'shanda kelganimda. O'sha yordam so'rashni o'rganish, bu oddiy holligini, ayol kishi yordam so'ra olishi mumkinligini shu yerga kelib bilganman. Ungacha hammasini man o'zim bitta inson aytmabdiki, nima qilibdi senga kimdir yordam bersa demabdi-da. Men ham o'zim uchun nima qilibdi yordam bersa, yo'q, o'zim qilishim kerak. Hammasiga o'zim, chunki men Faqat- ishlayman-da. To'lov qilishdan qo'rqmadingizmi? Nima ishontirdi? Chunki ko'p qizlar mani narxim baland deb aytishadi-da kurslarimni. Lekin boyaga aytgan gapingiz, o'sha qaytarib beraman deb aytganingiz ishontirdingiz-ku. Agar qachonki ekspert o'zini metodiga ishonsa, men o'zim metodimga ishonadigan ekspertman va bilaman, bu metod O'zbekistonda hali yo'q. Birinchi bo'lib baribir turmushga chiqish bo'yicha bu metod meniki. Nima sizni aynan ishontirdi to'lov qilayotgan paytingiz? Qo'rqmadingizmi? Yo'q. Bitta tavakkal hamma narsa qilib ko'rdim-ku. Undan sizga kelishimdan oldin hamma ish qilib ko'rganman. Keyin shuni ham qilib ko'ray deganman-da. Chunki siz garantiya beryapsiz oxirida. Agar mendan foyda bo'lmasa, pulingni qaytarib beraman deyapsiz. Ma'na shu gapingizga. O'zi rosa pulga qattiq, nimagadir qizg'anchiqroq deb o'ylardim-da o'zimni. O'shanda mendan pul olish oson bo'lmagan o'zi. O'shanda men shu so'z menga doim garantiya kerak bo'lganda, nimada bo'lishidan qat'iy nazar, hattoki zaryadkamni o'tganda ham garantiya beraman, qaytarib beraman deyish kerak-da. Shu garantiya berganingiz meni ilib olgan. Demak, sizga doim shu narsa kerak bo'lgan. Shu narsa kerak bo'lgan. Xo'p, birinchi darsda sizni eng ko'p haylantirgan narsa nima bo'lgan? Mana siz eslang, terapiyaga kirib kelgansiz, katta e'tirozlar bilan. Nima sizni hayratlantirgan edi? Terapiyadami ota-onaga bo'lgan hissiyotlarni yo'qotish bo'lgan. Men ota-onamni shundoq ham yaxshi ko'raman deb o'ylar ekanman. Ota-onamni ulug'layman, men hammadan ko'ra yaxshi ko'raman ota-onamni deb o'ylar ekanman. Aslida вообще teskarisi bo'lib chiqqan. Men ota-onamni o'ylaganimchalik yaxshi ko'rmas ekanman. Meni yaxshi ko'rish deb o'ylagan hislarim aslida meni egoistichески o'zimni потребностьlarimni yopish bo'lgan ekanda. Qaysi fikringiz o'zgargandan keyin ichingiz yengillashishni boshladi? Aslida ota-onam buni men uchun qilganini bilganimdan keyin. Misol uchun tegma kuyasan deganda bola borib qilib ko'radi, keyin kuyadi. Xuddi shu narsani his qildim-da. Men oldin tushunmasdim, kuyasan desa, bitta kuysa ham nima bu hissiyot derdim-da. Men ota-onam men uchun eng yaxshisini ravo ko'rishini, ularning aytgan menga misol uchun bu ish qilma yoki uni qilma degani meni xuddi urishayotgandek, menga taqiq qo'yayotgandek bo'lganda, aslida ota-onam meni foydamni va meni ehtiyojlarimni o'ylab bu narsalarni aytganini tushunganimdan keyin boshlangan hayotimda o'zgarish. Ota-onamga boshqa ko'z bilan qarashni boshlaganman. Ota-ona aslida farzandiga eng yaxshisini ravo ko'rishini haqiqatdan ota-onamda shuni ko'rishni boshlaganman. Ungacha men ko'zi ochiq ko'rdek yashaganman. Qarang. Именно mana shu kursiga kelganingizdan keyin boya aytdingiz-ku, hissiy qaramlik borligini bildim, shu narsa nosog'lomligini. Aynan munosabat qurishingizdagi siz ushlab turgan programma qaysi ekan? Qaysi programmalar ekan? Loyalность. Sodiqlik qonuni. Sodiqlik qonuni. Yana qo'rquvlar, aybdorlik, jazo programmasi, mas'uliyat, majburiyat. Mas'uliyat hissi, hammani mas'uliyatini olish, majburiyatdan yashash, yana qaysi programmalar? Yana ishonchsizlik. Ishonchsizlik. Erkaklarga bo'lgan ishonchsizlik. Erkaklarga, butun dunyoga bo'lgan tavakkal qilish bilmas ekan. Aybdorlik hissi haqida ozgina ochib bera olasizmi? Nimalaringizga ta'sir qilgan ekan aynan mana shu hissiyot? Aybdorlik hissi meni birinchi ota-onam bilan bo'lgan munosabatimda ta'sir qilgan. Ya'ni o'zim birinchi ota-onamni ham o'ylamaganman, o'zimni ham o'ylamaganman-da. Jamiyatga qilib berishim kerak, shuni qilib berishim kerak. Agar men shuni qilib bersam, ota-onam meni
tan oladi, ota-onam mani qilib bersamgina yaxshi ko'radi degan hissiyotli bo'lganda menda. Munosabatlaringizda-chi, aynan erkak bilan? Erkak bilan munosabatimda ishonchsizlikka ko'chib o'tgan bu aybdorlik hissi. Постоянно man uni oldida o'zimni aybdor his qilaverardim. Anaqa nimadir, masalan, bayramda sovg'a bermasa, uni oqlashni boshlardim. Aha, erkak kishi sizga sovg'a bermayapti. Vaqti yo'q, telefon qilmasa vaqti yo'q de, SMS yozmasa, anaqa vaqti yo'q de, hozir uni oqlashni boshladim. Men buni ham normal holat deb o'ylaganman. Men keyin o'qish boshlaganimdan keyin tushunganman, bu normal holat emasligini. Qachon o'zingizni men o'zgaryapman deb his qilishni boshlagansiz? Oldimdagi odamlarni yo'qotishdan qo'rqmaslikni boshlaganimda. Aynan o'zgaryapman deb his qilishni boshlagansiz. Chunki ichingizdagi hissiyotlar o'zgarish boshlagan. Chunki ularsiz ham yasha olmayman. Men o'zim ham baxtli bo'la olarkanman degan his uyg'onganda menda o'shanda. O'zimga o'zim qilib bersam ham, o'zimga o'zim gul olsam ham baxtli bo'la olarkanman deyish boshlaganimdan keyin mana atrofimda erkaklar ko'payish boshladi. Qarang Zayor, bugungi hayotingizni 1 yil oldingi o'zingiz ko'rsangiz, tasavvur qiling, 1 yil oldingi keldi va sizga qarab turibdi. Siz nima degan bo'lardingiz o'sha 1 yil oldingi holatingizga qarab? Aynan o'zingizga qarab nima degan bo'lardingiz? Yana bir marta kurs o'qigan degan bo'lardim. Yana bir marta Shohsi Usmonova kelgan degan bo'larsiz. degan bo'lardim. Chunki oladigan va 36 yilda yo'qotgan narsalarim ko'p-da. Nimalar yo'qotgansiz sanab bering? 36 yil. 36 yilda xohishlarim, istaklarim, o'zim kimligimni anglay olmaganim, o'zimni qalb kasbimni topa olmaganim. Oldin o'zimni emas, o'zimni xohishlarimni emas, oldin unga qilish kerak, bunga qilish kerak, o'zimni unutib qo'yganim, hattoki o'zimni licheniyamga ham emasda, oldin uni ish bitish kerak, boshqalarni ish bitish kerak. Men o'ylamaslikni boshlaganim. Bu meni keyin kasalligimga ham qattiq ta'sir qilganda. Men agar 1 yil oldingi sayyorani, 2-3 yil oldingi sayyorani ko'rganimda, sog'lig'ingga e'tibor ber, o'zingni o'yladigan bo'lardim-da. Chunki men yaxshi qiz bo'laman deb, хорошая девушка sindrom. Tan olinaman deb o'zimni unutib qo'yganman. Men sog'lig'imni yo'qotganman buning orqasidan. Men ket qizga vaqtimga achdim. Umringizga achinasiz. Umrimga achinman. Chunki ayol kishi yoshligidagi go'zalligi boshqachada uni, to'g'rimi? To'g'ri. Asl haqiqat shundaki, ayolligingizni qanchadir etapini yo'qotib qo'ydingizmi? Yo'qotdim. Men orada o'zimga qarab, baxtliroq o'qiganimda, bilim olganimda, balki baxtliroq uchratganimda, balki oilali bo'larman, farzandli bo'larman degan hislar meni yeganda. Haqiqatlarni ko'rganingizda. Haqiqatlarni ko'rganim. Oson bo'lmagan bularga ham turib berish, yuzlashish, ular bilan qo'rquvlaringiz bilan yuzlashish oson bo'lmagan, ularni tan olish. Aslida siz yaxshi qiz emasligingizni, aslida siz aslingizni ko'rish, u bilan gaplashish oson bo'lmagan. Lekin men amalladim, men uddaladim. Va hozirgi hayotimdan mamnunman. Hozir sizda aynan nima bor, u oldin yo'q edi? Oldin sog'lig'imga e'tibor yo'q edi. Munosabat yo'q edi. Munosabat yo'q edi. Ishonch yo'q edi. Uy yo'q edi. Uy yo'q edi. Moliyaviy erkinlik yo'q edi. Erkinlik yo'q edi. Hislarimni namoyon qilish yo'q edi. Emotsiyalarni ochish yo'q edi. Faqatgina baqirish bilan, ovozimni ko'tarish bilan, agressiya bilan aytganimni qildirardim-da. Shunaqa qilib aytganimni faqat shunaqa qilib qilsa bo'lar ekan, boshqachasiga iloji yo'q deb o'ylardim-da. Ana hozir o'shalar bor. Bemalol hissiyotlarimni ayta olaman. Bemalol o'zimni fikrimni ommaga
bayon qila olmaymanda. Oldin qila olmasdim, oldin qo'rqardim. Voy hozir unaqa deb qo'ysam, voy aniga yoqmay qolsachi, unga yoqmay qolsachi degan qo'rquvlar bo'lardi-da. Hozir bu mani fikrim, bu mani hissiyotlarim. Men shunaqa o'zimni shunaqa qabul qilganman. Sizlar bu meni qanaqa qabul qilishinglar bu sizlarga bog'liq deb shuni tashlab qo'yganman. Qarang, endi bor narsalaringizni sanadingiz. Aynan shu o'rinda nechta insondan sizga taklif tushdi? Sovchilar keldi, sayyorat. Shu orada begonalardan keldi va hozir unashtirilganimdan keyin ham takliflar tushyapti-da. Hozir necha yoshsiz? Sizga xolamni o'g'li, tog'amni o'g'li tam yo'q deb aytishyapti-da. Yo'q, kechirasiz, o'zi unashtirilgan. Endi kech. Endi kech. Lekin bu yoqimli. Juda ham yoqimli. Juda yoqimli hislar. O'zingiz juftingiz topganingiz va u bilan garmonичный munosabat qurishingiz. Qarang-da, sizdagi aynan o'sha har doim minusga kirib ketish, qarz masalasi qanday hal bo'ldi? Voy, bu qarz masalasi, bu kreditlar. Men kreditni millionligi bunaqa kredit sevganman. Shunaqa qo'rqamanki, o'zimga kelgan pulni ishlata olmasdim-da. Ya'ni qo'limda xuddi bu garantiya edi-da, kelajagiga garantiya bo'lganda, yo'qotib qo'yaman deb o'ylardim-da. Kreditga olsam, mayli, to'lab olaman, o'ndirdim-da. Lekin bu kredit ustiga kredit. Kreditni yopish uchun kredit olishga olib kelganda bu masalalar. Lekin bu masalalarni men qanaqa yechdim? Loyalность bilan ishlaganman. Sodiqlik qonuni. Aynan kursdagi sodiqlik qonuni bilan, aybdorlik hissi bilan ishlaganimdan keyin o'zidan o'zi olgan kreditlarimni 7 yildan beri yopolmayotgan. 5 yildan beri kredit yopolmagan. 5 yildan beri yopolmayotgan 2-3 ta kreditim bor edi. O'shalarni bittada yopganman. Bittada yopganman. Boshida. Men bergan pullarimni qaytara olmayotgan paytlarim bo'lganda. Men hammaga qarz beraverardim, chunki yaxshi edim. Meni yaxshi deylar. Pul berib turaman sizlarga dedim. Qarz O'shalar hech so'rab telefonga yolvorsam, o'ylayman, beringlar desam berishmasdi-da. Lekin shuni ishlash boshlaganimdagi ular hammasi menga olib kelib berish boshlashdi. Shu orqali hamma kreditlarimni yopib bordim. Zo'r. Yaqinda siz unvonli bo'ldingiz va o'sha paytda emotsiya bilan menga xabar berdingiz. Ustoz, qarang, yana bitta natijamiz dedingiz. Aynan o'sha haqida ozgina aytib bersangiz, unvonni olish qanday bo'ldi? Va aytgancha uyli ham bo'ldingiz. Mana shu 2-levelni tugatganimizda, yoz mayda tugatgan bo'lsa, yoz oylari edi. Bu biz 2-levelni tugatganimizda bo'ldi, ya'ni ayollik energiyasi va pulga ochilish kursingiz boshlaganimizda bo'ldi. Tugatdik. Tugatganimizdan keyin oradan 2 oy o'tdi. O'zim bilmagan holatda randomli o'ynab qo'ygan ekanman. Pemi kompaniyasining o'yini bo'lgan va menga 14-avgust kuni qo'ng'iroq bo'lyapti. Men очередной moshenniklar deb o'ylaganman ularni. Telefon qilishdi, siz uy yutib oldingiz, Andijondan 2 xonali uy yutib oldingiz deyishdi. Men keyin aldashyapti deb o'yladim. Keyin yo'q, bizani kiring, Instagramdan ko'ring deyishdi. O'shandagi emotsiyamni ta'riflab bera olmayman-da. Birinchi sovuqqonlik bilan keyin uyutyapman, bezal eshitdim uyutganimni. Hamma tabriklashdi va buga ishonmadim oxirigacha uy kaltini qo'limga olmagunimgacha. Bu avgust o'tgan bo'lsam, oktyabr boshida xuddi nomimga o'tkazib uy kaltini berishdi. O'shandan keyin boshlandi. Keyin bir oyda hammamiz unvonga tasdiqlandik va bizani kitobimiz chiqish kerak bo'lgan. Lekin shunda meniki juda ham orqaga ketaverdi. Yo'q, birinchi kitobni biz kitob chiqarishni boshladik. Kitobni chiqish kerak edi. Chiqavermadi, hammani birin-ketin kitobi chiqyapti, meniki orqaga tortyapti. Deyman, aytdim, nimaga meniki orqaga tortyapti, nimaga orqaga tortyapti deb o'zimni tahlil qilish, analiz qilishni boshladim. Va analiz qilib ishlaganimda yana loyalность kelib chiqdi. Tegishlilik qonuni kelib chiqdi va shu bilan ishlab olganimdan keyin fevral oyida ham
kitobimga kitobni darhol birinchi betlarida mani maqolam chiqdi va uni ketidan mani surilayotganini sababi mani unvonga berishgan ekanda, ilm fanga qo'shgan hissasi uchun deb Turkiya bilan hamkorlikda chiqarilgan maqolamga shunaqa unvon berishdi. Men aytamanda, oldin hech qayerda ko'rishmasdi, endi hamma yoqdan sinfamilam chiqib kelyapti deymanda. Boshqacha hissiyot. Zikro deymanda, korporativlarda ham, unaqalarda ham taqdirlashlarda unaqalarda meni nomim chiqib kelaveradi. Unda ham korporativlarda ham hali biror marta sovrinlarni tayinli santalar bo'ladi-ku, o'shanaqa o'ylashganda meni ismi familiyam hech qachon chiqmaganda. Shonasmi o'sha dekabr oyida 3 marta meni ismim chiqdi, ismi familiyam chiqdi. 3 marta men santani sovg'asini yutib oldim va yana orasida qaysidir kompaniya o'qituvchilar uchun pul mukofoti ajratilgan, shu mukofotni ham yutib oldim-da. Hamma nima qilding deb so'rashyapti-da. Dimda ishladim-da, o'zim bilan davomman-da. O'shanda rosa nima deydi, bo'layotgan narsalarchi menga eforiyadek ko'rindi-da, ya'ni mo'jizami bu, nima, men ishonmadim-da. Mana suhbatimizni boshida aytdingizki, shtobi siz A точкада hattoki jamiyatdagi insonlar ham sizni ko'rmayotganda, e'tibor bermayotgan dedingiz. Va bu kursda o'qib, mana hozir aytdingiz, aynan bizda qonuniyat bor, tegishli qonuniyat, modul 3 dan keyin yana qayta uni ishlab chiqqanimdan keyin aynan ham unvon, va kitobning eng usti muqovasida va o'ylik bo'ldimda. Именно shu qonuniyatlar, texnikalar bilan ishlaganingizdan keyin demak ommaga e'tiborga tusha boshladingiz va sezilarli darajada ichlaringizdan shu hislar o'tishi boshladi. Endi sizga yana bitta muhim savol, nima deb o'ylaysiz? Tashqi hayotni birinchi o'zgartirib, uni his qilib ko'rgan yaxshimi yoki ichingizda o'zgartirib, keyin tashqari o'zgaradimi? Ya'ni eng katta o'zgarish tashqaridami yoki ichkaridami? Ichkarida. Ichkarida. Chunki sizni o'y, hayollaringiz bu sizni tashqi dunyoyingizda. Siz qanaqa ichingizda o'ylasangiz, tashqaridagi insonlar xuddi sizni xuddi shunaqa qaytarar ekanda. Sizni hayollaringiz to'g'ri bo'lsa, siz to'g'ri yo'lda, to'g'ri texnikalardan foydalanib, to'g'ri yurayotgan bo'lsangiz, insonlar ham sizga xuddi shuni qaytarar ekanda. Men o'ylagandim, men yaxshi qizman, men hech kimni dilini og'ritmayman, anaqa qilmayman, hech kimga tegmayman, teganga ham dasha tegmayman dirdimda, lekin hayollarimda har doim men turmushga chiqmayman, men bunga loyiq emasman, men nimaga dunyoga keldim, men nimaga har safar Allohga isyon, shu chuvsalarda bo'lganman-da. Men ularni ko'rmasligini sababi shu ekanligi, ichimda ekanligini shu kursda o'qib bilganman. Men o'zgarishni boshladim, meni atrofimdagilar o'zgarib, meni ko'rishni boshlashdi. O'zgarish nuqtasi o'zingizning ichingizdan boshlandi. O'zimning ichimdan boshlandi. Chunki juda ko'p qizlar keladi, juda ham chiroyli, juda ham latofatli, yaxshigina должностlarda ishlashadi va tinmasdan tashqi ko'rinishga va kiyimga e'tibor berishadi. Go'yoki o'ylashadi, qimmatbaho kiyim kiysam, chiroyli makiyajlar qilsam, chiroyli atirlarni sepsam va yaxshi joyda ishlasam, demak menga xuddi shunaqa inson keladi. Ya'ni shaxsiy rivojlanish bilan karyerani almashtirib qo'yishadi ko'p joyda qizlarda. Lekin 30, 32, 35 hali ham bir marta bo'lsa ham chiroyli munosabati yo'q. Har doim tashlab ketilishgan. Demak, aynan tashqi ko'rinishni bezib yurgan bilan, lekin ichingizdagi hissiyotlarni to'g'rilamasangiz, bu hammasi bekor ekanmi? To'g'ri. Xuddi shunaqa. Chunki men buni o'zimda his qildim-da, meni loyiq ko'rishmasligi, meni o'zligiga, menga e'tibor berishmasligi, hammasi meni o'zimda bo'lgan. Chunki men o'zimga o'zim loyiq ko'rmaganman o'sha narsalarni. O'zimdan qizg'anganman, hammaga berganman, lekin o'zimga bermaganman o'sha narsalarni. O'shaning uchun menga ham berishmagan. O'shaning uchun brenddan kiyinasizmi, qimmatbaho taqimchoq brilliantlar taqasizmi, lekin qalbingiz o'sha brilliantdagi bo'lmasa, ichingiz o'zgarmasa, atrofdagi odamlar qancha toza bo'lsangiz ham sizni ko'rmas ekan. Ko'rmas ekanda. Mana oldingi men bilan 1 yil oldin gaplashgan insonlar, men taksida yuraman, ko'p men sizni bir marta olib kelib qo'yganman dedi. Keyin
voy siz shunaqamidingiz deyapti-da mana Sizni gaplashgan odamlar. yangidan kashf qilishga Yangidan, boshlashdi. yangidan. Chunki Siz- ayollik energetikasi. Siz shunaqamidingiz? Keyin biz BMT tashkiloti bilan birga ko'rgazma qilganmizda, o'sha yerda men ko'p insonlar bilan tanishganman. O'sha yerda yana qaytib bu yil ham xuddi shu ish bo'ldi. Yana qaytadan tanishsak, hammaligi atrofimda-da, hammasi erkak kishilar anaqa o'tgan safar siz unaqa rostdan shunaqamidingiz? Men siz bilan unaqa siz bilan odam gaplashib to'ymayapti deydi-da keyin. Yo'q, o'tgan yili ham shu yerda edim. Ko'rgansizlar, xuddiki ular meni boshqatdan birinchi marta ko'rayotgandek muomala qilishyapti-da. Bo'lmasam aslida biz 1 yil oldin ham ko'rishganmiz, ular bilan fikr almashganmiz, lekin ular meni ko'rishmagan. 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 Endi suhbatimiz so'ngida sizga to'g'ridan to'g'ri beraman. Agar hozir sizni o'sha eski holatda yurgan qizlar ko'rayotgan bo'lsa, ya'ni A tochkadagi sayyora bor edi-ku. Aynan hayotda umidini uzgan, turmushga chiqish xohlamayotgan, to есть вот o'lim hayollari bilan yurgan ularga nima degan bo'lardingiz? Aynan shu kameraga qarab. Kursga kelinglar. Boshqa hech narsa gapirmayman. Chunki o'zgarishlar men aytib berayotgan narsalar bor-ku, mengachun ularga yolg'on bo'lishi mumkin-da. Lekin men o'zimda ko'ryapman-ku bu o'zgarishlarni. Bu agar menda bunaqa o'zgarish bo'lmasa, men sizni yoningizda o'tirmasdim. To'ppa-to'g'ri. Men agar bunaqa ishlamaganimda, kursga ulab o'qimaganimda, siz aytganlaringizni qilmaganimda, darslarni vaqtida qilmaganimda, men hozir shu yerda o'tirmasdim. Bu kamera orqasi oldida o'tirib, bularga bu gaplarni gapirmasdim-da. O'shaning uchun aytayotgan bo'lgan gapim, meni birinchi mana yosh qizlarni ko'raman, o'zimdan yosh 30, 28, 29, san borgin o'sha kursga deyman. Men o'zga qanaqa anaqa bo'lyapti, ketma-ket uylar, anaqa sovrinlar, sen o'shaqa borgin deyman. Sen kursga borgin, sen bitta anaqasini olgin, mazasini olgin, keyin menga rahmat deysan deb qizlarga aytaman, mana o'zingiz ham bilasiz, orqamdan ikkita singlim ham olib kelganman shuni. Ha, singillar esa shu yerda. Ularning shaxsiy hayoti bo'lsa ham, turmushga chiqqan bo'lsa ham, karyerasida karyeristka bo'lsa ham, lekin ular ham to'g'rilaydigan joy. Bu faqat turmushga chiqmagan qizlar uchun emas-da, bu kurs. Oilali, oilasida farzandiga bo'lgan muomalani to'g'rilash, eri bilan bo'lgan munosabatlarni to'g'rilash. Munosabat bu hamma narsada, karyerada, oilada, farzandda, ota-ona bilan, qaynona, qaynota hamma bilan bo'lgan munosabatlarni to'g'rilaydi-da bu kurs. Men bitta turmushga chiqish uchun kerak bu kurs deya olmayman. Bu munosabatlarni to'g'rilash, har qanaqa munosabatlarni to'g'rilash kursi. O'shaning uchun men maslahat berardim, shu kursga kelish uchun. Faqat shu puliga qo'rqmasdan to'lov qilish uchun. To'lov qilish uchun har qanaqa sharoit yaratib bergansiz. Bo'lib to'lash bormi, uzib to'lash bormi, naqd to'lash bormi, karta orqalimi, hammasini qilib bergansiz. Bu biz uchun katta sharoit. O'shaning uchun qizlarga ham aytardim, agar sizlar xohlasanglar, imkoniyatni Alloh o'zi qilib beradi. Faqat sizlar xohlashinglar kerak-da. Men ham uyda o'tirgan anaqa avgustda ta'tilda o'tirgan bekorchi qiz edim-da, shunga yozilib qolganman-da. O'shani menga ro'paro qilgani uchun ham, sizdek ustozni yo'limdan chiqargani uchun ham, shu o'rtog'imga ham rahmat, 3-marta chiqdimi, demak shunga borishing kerak, qilishing kerak degan gaplari uchun ham, meni hayotimdagi, hozirgi hayotimdagi o'zgarishlar uchun ham ichimdagi to'ntarilishlar, uyg'onishlar uchun ham men sizga kattakon rahmat deyman. O'zbekistondagi ayollarni, qizlarni hayotini to'g'rilashdan charchamang. Oilaviy, shaxsiy hayotda, karyeringizda, men sizga ilmingizga ilm qo'shilishida, Allohim bardavom qilishida tilakdoshman. Men aytaman, men shu kursda o'qib ko'rdim, qanchalar O'zbekistonda ayollarni, qizlarni travmasi ko'pligini-da. Men bunaqa masshtabda qizlar ko'rmaganman-da. Hammasini travmasi yana bir qildi. Men bunaqa masshtabda ko'rmaganman-da. Men nima bilan kelganim esimdan chiqib qolganman, ularni ko'rib-da. O'shaning uchun men sizga kuch-quvvat tilayman. Shunaqa qizlar bilan ishlab, ularni oq ko'ylak kiydirishga, orzulariga, niyatlariga yetkazishda sababchi bo'layotganingizda, sababchi bo'lib qolishingizni xohlayman. Rahmat kattakon. Suhbatimiz so'nggi savoli, agar o'sha paytda bu qarorni qabul qilmaganingizda edi, bugun qayerda bo'lardingiz?
uyimda ko'rpachani tagida bo'lardim. Nima qilib yotgan bo'lardingiz? Instagramda reels tomosha qilib yotgan bo'lardim. Ishdan bo'shagan bo'lardim. Chunki o'zi o'sha nuqtada turgan paytim bo'lganda, menga hech qanaqasi уже karyerani ham qizig'i yo'q, munosabat qizig'i yo'q, уже karyerani qizig'i yo'q, menga kerak emas, nima qilaman? O'ta yot, boqishadi mana uydagilarni deb yot turgan bo'lardim-da. Chunki o'sha nuqtaga kelayotgan paytim bo'lgan. Depressivniy holatga kirib ketayotgan paytim bo'lgan. O'sha qarang, shunaqa o'zgarishni xohlaydigan, mana e'tiborsiz karyerada o'sdingiz, qazlidan chiqdingiz, sizga uy keldi, munosabatdasiz, ko'zlaringiz quvnayapti, ichki holatingizda o'zingizga nisbatan ishonch bor, tonlaringizda deydi-ku, atrofingizdagi insonlar o'zgardi sizga nisbatan. Aynan shu holatni xohlaydigan qizlar ko'p murojaat qiladi. Ajrashgan ayollar bilan. Ko'rasiz, hattoki ajrashgan ayollar juda ko'p bo'lgan. Karyeristka qizlar ko'p bo'lgan. Hammasi bitta nima bilan murojaat qiladi. Shunaqa holat, shunaqa yashashni xohlayman. Ular uchun nima tavsiya bergan bo'lasiz? Lekin hozir ular shu A точкада turibdi. Qo'linglarni oyog'inglarga olinglar, oyog'inglarni qo'linglarga olinglar deb yuguringlar. Chunki agar o'zimiz xohlamasak, o'zimiz harakat qilmasak, hech bo'lmasa birinchi qadamni tashlamasak, bizga hech kim yordam bera olmaydi. Allohim hamma sharoitni qilib beradi. Biza xohlasak bo'ldi. Men shu kursda ham shuni tushunganman-da. Mana retritlarga bormasdim, esingizda bo'lsa, qo'rquvim shunaqa kuchliligidan. Lekin bir marta borib, shunaqa darajada o'zimga bo'lgan ishonch uyg'ongan, insonlarga bo'lgan ishonchim uyg'ongan. Men qayerda bo'lsam ham, men xohlasam bo'ldi, xohlagan insonim menga yordam bera oladi. Uning uchun men o'zim xohlashim kerak bo'lgan. O'shaning uchun qizlarga aytardim, xohlanglar, o'rninglardan turinglar, birinchi qadamni tashlaylar. Qolganini ustoz tortib ketadilar. Ishoninglar, sizlar ustozga ishoninglar. Tortib ketadilar. Biz ham necha marta orqaga qaytmoqchi bo'lganmiz, necha marta shu tashlab ketmoqchi bo'lganmiz, jonimizga tegdi deganmiz, ham qilmayman deganmiz, qancha e'tirozlar qilganmiz, lekin mana turgan nuqtamiz. Kelgan manzilimiz. Shuning uchun harakat qilish kerak, xohish uyg'otish kerak. To'g'ri, siz pulim yo'q deyishingiz mumkin. Hozir menda imkoniyat yo'q deyishingiz mumkin. Lekin siz bitta telefon olib gaplashib ko'ring, harakat qilib ko'ring. Siz qayoqda og'rig'ingiz borligini, siz nima uchun bu yoqqa o'qishingiz kerakligini, nima uchun bu ustozda o'qish kerakligingizni bilib olasiz. Oddiygina telefonni ko'tarib shuni telefon qilib ko'ring oldin, keyin bilasiz. Rahmat, kattakon rahmat. Bugun men yangidan o'zim o'qishimni kashf qildim. Shu bugungi kuningizni ayamasdan kelganingiz uchun va albatta qat'iyat bilan qaytmasdan oxirigacha ishonch bilan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat aytaman. Ishonch uchun rahmat. Rahmat sizga. Rahmat.